Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Orada ko'p tanaffuslar bo'lib qolyapti videolar orasida. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Oldingidek qanaqadir video olishga qiziqish yo'q, balki bo'lib qolar. Shuning uchun o'zim majburlamasdan video olganim yo'q. Xullas, bugun 2025-yil yakuni kichkina qisqa video qilishga harakat qilaman. Shuning uchun men hozir fevralning boshida uyga kelganman. Shu fursatdan foydalanib bu yilga qanaqa planlar o'tgan, qanaqa o'tdi, shu narsalarni ozgina o'zimga o'zim o'ylab turgandim. Video qilishga ham qaror qildim. Shu uchun hozir telefonimni biror joyga qo'yib olaman sizlar bilan bemalol gaplashishdan oldin. Xullas do'stlar, o'tgan yilgi plan qanaqa bo'lganida, sport tarafdan oladigan bo'lsak, o'sha marafon to'rdan birini, ya'ni 10 kilometrdan sal ko'proq yugurish plan bo'lgan edi. Xudoga shukr, u plan yilni boshidayoq amalga oshgan. U haqida ham video qilganman. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham cringe video chiqqan. Linkini pastga qoldirib ketaman. Endi bu yilga ham yugurish bo'yicha, marafon bo'yicha plan bor. Faqatgina half marafon yugurish, ya'ni yarim marafon. Bu 21 kilometrdan sal ko'proq bo'ladi. Buni esa 26-yil oxirroqda yugurishni plan qilyapman. O'tgan yilgi yana maqsad o'sha ko'proq sayohat qilish bo'lgan. Hisoblab ko'rsam 5 ta davlatga sayohat qilibman. O'zbekistonga kelib ketganim hisobga olganda, bular o'sha O'zbekiston, Turkiya, yilni boshida Chexiya bo'lgan, undan keyin Vengriya, ya'ni Vengriyaning poytaxti shu Budapesht, undan keyin oxirgisi Berlinga sayohat bo'ldi oktyabr oyida. Bu sayohatlarni hammasiga ham video qilmaganman, lekin kadrlarni mana shu yerga qayergadir qo'yib ketsam bo'ladi. Oxirgi paytlar o'sha aytganimdek videoga qiziqish unchalik yo'q, lekin O'zbekistonga kelgan paytda odam his qiladiki, hamma kontent qilyapti. Shunaqa tuyuladi, ya'ni hamma Instagram, YouTube yurgizib, o'sha o'zini qanaqadir brendini yoki yurgizishga harakat qilyapti yoki o'zi shundoq ham qiziqish uchun yurgizishadi bu narsalarni. Xullas shunaqa. Shu uchun men ham ozgina aktivni qaytarish uchunmi yoki o'z umuman nimalarga erishayotganim, nima planlar qo'yayotganim hammasini yozib ketish uchun shu videoni qilyapman hozir. Bu yilni ham sayohat bilan boshladik. O'zbekistonga hozir uyga kelgan bo'lsam, bir haftalar bo'ldi. Yana 10 kun, bir haftadan ko'proq shu yerda bo'laman, yana Polshaga qaytib ketaman. Butunlay kelganim yo'q. Qiziqadiganlar bo'lsa, hali qaytib kelganim yo'q, ya'ni u yoqda ozgina bo'laman yana Polshada. Undan tashqari o'sha sayohat bilan boshladik deganim, Gruziya orqali keldim, ya'ni Gruziya poytaxti Tbilisida 2 kundan ko'proq, 3 kun desa ham bo'ladi. Shuncha payt bo'ldim. Bu yoqni ham explore qilishga harakat qildik. Albatta rasmlarni, videolarni shu yerga qo'yib ketaman. Sayohat haqida ko'p gapirmayman. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 2-3 ta kommentariy o'zi yetadi. Agar sayohat qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytsanglar, men polni o'sha 25 dagi borgan davlatlarimni sizlar uchun rank, ya'ni baholab berib, qaysi biri yaxshi, qaysi biri arzon, shu taraflardan sizlarga o'zimni fikrlarimni berib o'tishim mumkin keyingi videolarda. Bilasizlar, qanchadir miqdorda sayohatga qiziqaman. Shu haqida ham ozgina gaplashsak bo'ladi xohlasanglar. Bu yilga ham ko'proq sayohat qilish maqsad. Doimgidek sayohat bu inglizchada aytganda addiction, o'ziga o'rgatib qo'yadi. O'zbekchada qanaqa bo'lardi o'zbekchada? Xullas, bir marta sayohat qildingizmi, sizga yoqib qoladigan narsa. Shu uchun ehtiyot bo'lish kerak deb hazil qilishadi ba'zilar sayohat qilishdan oldin, chunki seni o'ziga o'rgatib qo'yadi deb. Shunaqa gaplar. O'zingizlarda nima gap? Yangi videolar ko'rishni xohlasanglar yoki qanaqa turdagi video ko'rishni xohlasanglar, hammasini kommentariyada yozib qo'yinglar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishamiz. Balki O'zbekistondan ham ketishimdan oldin vlog olarmiz. Bu endi sizlarga bog'liq, aktiv ko'rsatib tursanglar, keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishamiz. Hammaga o'qishlarga, ishlarga omad. Sog' bo'linglar.